Assalomu alaykum, Izzatullo baraka o'z kanali obunachilari. Xudo xolasa yana boshladik mana. Bugungi sana 2026-yil 16-mart, haftaning dushanba kuni. Xudo xolasa xonadonimizdan chiqyapti. Toza qirg'iz shved, birinchi qoringa. Bo'ylari 120, oyligi 8 oylik. Kuragi yo'q hali. Janob. Belkalari hamma yo'q, bejatlarigacha bor. Toza qirg'iz shved. Boshligi yeb ichishi hamma yo'q sinovli. Mana taglari ham. To'riyada sog'inlar, Xudo xolasa. Olgan odam maza qiladi. Kelajagi bor. Mana orqalari. Manzil Namangan viloyati So'raqo'rg'on tuman Kalva qishlog'i. Izzatullo baraka o'z kanaliga obuna bo'lsangiz, like bosamiz. Nomerlar qo'yib qo'yilgan, xotirjam aloqaga chiqaveramiz. O'sha qo'yib qo'yilgan nomerda Telegram, Imo hamma yo'q bor. Puliga kelsak, puliga 22 million so'm kami bor. Puli ham zo'r narx mana.